2022 do'stlar, mexanika sentra. Hop. 4-pokoleniya metan gazlarimiz bor. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Mashinaning orqadan ko'rinishlari, metan gazlarimiz, gaz balon. Zapaskalar joyida. Hop. Monitorlar qo'yib qo'yishgan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 74. 74 ming yurgan. Kraska qanday? Bitta orqada petno chaqadi. Orqa krilodami? Orqa kriloda petno bor ekan. Narxini qancha deyapsiz? Aha. 137 million. Oxiri 137 million ekan. Xo'p. Buni yili necha edi avtomatni? Bu 21. Avtomat do'stlar. 4-pokoleniya metan gazimiz bor. ABSlarimiz ham bor. Ikkitalik ventilyator, Delcor akkumulyator. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Metan gazlarimiz. Zapaskalar joyida. Chexollarimiz bor. Bunga monitor qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu oq avtomat yurgani qancha bo'ldi aka? 69. Kraskasi qanday edi? 69 ming yurgan kraskalari. Radnoy narxi qancha edi? 55 ming. 55. Ha, 155 million do'stlar. Bu qora Gentra sizdanida? Yili necha edi? 2021 qorasidan so'raganlarga metan gazlar bor. Balolar yangi turibdi. Balolar yangi ekan hali. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Mexanika ekan do'stlar bu. Amerikanka farlar qo'yilgan. Aka, bu qorani narxi qancha edi? 145 mi? 145 million. Bular hammasi variant bo'ladi. Probega qancha bo'lgan qorani? 140 ming shunday. 140 ming yurgan. Va, bu hamma mashina qilib beramiz mana. Telefon nomeringizni qaytarib yuborasiz aka. 90lik 872 37 57. 37 57 qiziqqanlar bo'lsa, do'stlar bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.